Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Tarovih namoziga oid ba'zi savollar kelib tushgan ekan, shularga javob topsak. Bugungi savollarimizga javob berish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo markazi ulamosi, Fatvo markazi direktori o'rinbosari ustoz G'ulomiddin domla Xolboyev bo'ladilar. Domla, tarovih namozi qanday amal? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Tarovih namozi sunnat amal. Demak, bu namozni erkak va ayolni barchasi o'qish kerak bo'ladi. Buni fazilati haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadis shariflarida aytadilarki: "Man qoma Ramazona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi", rawahu al-Imam al-Buxoriy. Ya'ni kim tarovih namozini iymon, ixlos bilan ado etadigan bo'lsa, uni oldindagi barcha gunohlariga kafforat bo'ladi, gunohlari kechiriladi degan mazmundagi hadis sharif. Demak, bu tarovih namoziga juda katta ajr mukofot va'da qilinyapti. Shunday ekan, biz Ramazon oyi davomida bu tarovih namozidan unumli foydalangan holatda har bir Ramazonni kechalarini mana shunday tarovih namozlari bilan o'tkazadigan bo'lsak, inshaalloh bu Ramazondan chiqishda mana shunday juda katta ajr mukofotni qo'lga kiritib, gunohlardan forig' holatda Ramazondan chiqamiz inshaalloh. Vallohu a'lam bis-savob. Tarovih namozi qachondan boshlanib, qachon tugaydi? Tarovih namozi Ramazon oyi davomida har kuni o'qiladigan namoz bu. Buni boshlanadigan payti ertaga birinchi ro'zani boshlaymiz degan kuni kechki payt, ya'ni tarovih namozi boshlanadi. Ya'ni masalan Ramazon kunini birinchisi payshanba kunga to'g'ri keladigan bo'lsa, biz chorshanba kuni kechki paytdan boshlab tarovih namozini boshlaymiz. Demak, mana shunday har kuni tarovih namozini o'qiymiz. Endi buni tugaydigan payti qachon deyiladigan bo'lsa, ertaga Ramazon hayiti deydigan kuni kechki payt tarovih namozi o'qilmaydi. Ya'ni buni soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, farazan juma kuni Ramazon hayiti. Biz payshanba kuni undan bir kun oldin tarovihni to'xtatamiz. Demak, chorshanba kuni o'qigan tarovihimiz oxirgi tarovih namozi bo'ladi. Mana shu o'rinda yana bir masala bor. Ba'zilar xatmi Qur'onni mana 27 kunlik bo'lgandan keyin shu bilan tarovihni o'qimay qo'yadi yoki tarovih namoziga chiqmay qo'yadi. Yo'q, bunday emas. Bu xatmi Qur'on tugagan bo'ladi. Tarovih tugagan bo'lmaydi u. Tarovihni tugashi hali yuqorida aytganimizdek, ertaga Ramazon hayiti degan kundan bir kun oldin kechki paytdan to'xtatiladi. Demak, mana shunga amal qiladigan bo'lsak, inshaalloh shariatga muvofiq bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Tarovih namoziga qanday niyat qilinadi va necha rakatdan o'qiladi? Tarovih namoziga quyidagicha niyat qilinadi. 2 rakat tarovih namozini o'qishni niyat qildim. Yuzimni qiblaga qaratgan holatda xolisan lillahi ta'ala Allohu akbar deb niyat qilinadi. Endi imomga iqtido qiladigan bo'lsa, imomga iqtido qildim degan gapni ham qo'shib qo'yadi. Ya'ni 2 rakat tarovih namozini o'qishni niyat qildim, yuzimni qiblaga qaratgan holatda imomga iqtido qilib, xolisan lillahi ta'ala Allohu akbar deb niyat qilinadi. Tarovih namozi 2 rakat qilib o'qiladi. Ya'ni 2 rakat o'qidik, yana orqasidan yana 2 rakat o'qiymiz. 4 rakat bo'lgandan keyin biroz istirohat, dam olish kerak bo'ladi. Chunki tarovih degani o'zi bu istirohat, dam olish degan ma'noni anglatadi-da. Shunday ekan 4 rakat o'qidikmi, bir oz dam olamiz. Endi mana shu dam olish paytida biz fursatdan foydalanib tasbihlarni aytamiz. Masalan, biz yurtda mana shu dam olayotgan paytda Subhanazil mulki val malakut deb boshlanadigan tasbih aytiladi yoki Subhanal hannanil mannan deb boshlanadigan tasbih aytiladi. Buni 1 martami, 3 martami aytsak, ham biroz dam olamiz, ham bu dam olishimizdan unumli bir zikr bilan mashg'ul bo'lgan bo'lamiz. Endi kimdir buni yodlamagan bo'lsa, u qog'ozga qarab o'qisa ham bo'laveradi. Agar yo'q, qog'ozdagi holat ham bo'lmaydigan bo'lsa, uni o'rniga biroz muddat tasbih aytsa bo'ladi. Misol uchun bir 33 marta subhanalloh dedi yoki 33 marta alhamdulillah dedi. Shu bunday qilsa ham demak joiz bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Tarovih namozini ba'zilar 8 rakat o'qiydi xolos. Shu to'g'ri bo'ladimi? Tarovih namozi 20 rakat. Bu 8 rakat desa bu xato bo'ladi. Chunki sahobiy kiromlarni davrlaridan boshlab hozirgacha tarovih namozi 20 rakat o'qilib kelinadi. Bu 20 rakat tarovih o'qish bizga Hazrat Umar roziyallohu anhu dan qolgan bir sunnat hisoblanadi. Mana bunga bir qancha dalillar bor. Mana buni bir o'rganadigan bo'lsak, Anis Saib ibn Yazid qala, Saib ibn Yazid roziyallohu anhu dan rivoyat qilinyapti. Bu sahobiy kirom aytayaptilarki, kunna naqumu fi zamani Umar ibn al-Khattab roziyallohu anhu bi 20 rak'atin wal vitr, rawahu al-Imam al-Bayhaqi. Biz Hazrat Umar roziyallohu anhu davrlarida 20 rakat o'qib
kechasini qoyim qilardik va vitrni ham o'qirdik deyaptilar. 20 rakat bilan kechasini qoyim qilardik deganni ulamolar bu taroveh deb turib sharhlaydi. Demak, bu hadis sharifni Imom Bayhaqiy o'zlarining kitoblarida keltirganlar. Aynan shu hadis haqida Imom Navaviyning bir gaplari borki, qolan Navaviy fil xulosa isnaduhu sahihun. Buni isnodi sahih deb turib Imom Navaviy rahmatullohi alayhi o'zlarining xulosa kitoblarida aytayaptilar. Kama naqalahu al-Qori fil Mirqot. Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayhi ham o'zlarining Mirqot kitoblarida buni keltirganlar. Buni dalil qilib ushbu rivoyatni keltirganlar. Va Ibnul Himam fi Fathul Qodir, Fathul Qodir kitobida Ibnul Humom ham alohida bu dalilni keltirib, taroveh namozini 20 rakat ekanligiga dalil qilganlar. Qolaversa, Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayhi o'zlarining Mirqoti Sharif degan kitoblarida alohida matn keltirib aytadilarki, ajma'as sahabatu ala anna at-taroviha 20 rakatan. Sahobalarning barchalari taroveh namozi 20 rakat ekanligiga bular ittifoq qilganlar, ijmo qilganlar deyaptilar. Demak, mana shunday bu, ya'ni sahobalarning ijmolari bilan 20 rakat bo'lgan narsa bu. Demak, mana shunday dalillar yetarli ekan. Kitoblarimizda alohida taroveh namozini 20 rakat deb ulamolarning barchalari aytgan ekanlarmi? Shunday ekan, buni 8 rakat deb turib odamlarni chalg'itib, har qanday fitnalarni qo'zg'ashlik bu noto'g'ri narsa, aslo to'g'ri emas bu. Xufton o'qimagan kishi jamoatga kech qolib kelsa, taroveh namoziga qanday qo'shilib oladi? Taroveh namozini vaqti bu xufton namozini o'qigandan keyin boshlanadi. Alohida vaqti bor. Xufton namozini o'qimagan odamga go'yoki taroveh namozi hali kirmagan bo'ladi. Demak, bir kishi kech qolib keldi, jamoat farzni o'qib bo'ldi, sunnatlarni o'qib taroveh o'qiyapti. Bu to'g'ridan-to'g'ri tarovehga iqtido qilib, xuftonlarni o'qimasdan kirib ketsa, uni tarovehi durust bo'lmaydi u. Taroveh o'qigan bo'lmaydi, oddiy bir nafl namoz o'qigan bo'ladi u. Demak, buni tarovehi durust bo'lishligi uchun bu masjidni bir chekaroq, burchakroq joyida tezlik bilan o'zi xufton namozini o'qiydi, orqasidan sunnatni o'qib, keyin tarovehni kelgan joydan boshlab jamoatga iqtido qiladi. Shu bilan jamoat bilan birga hamma tarovehni tugatadi, vitrlarni o'qib, keyin qancha rakat agar tarovehdan qolib ketgan bo'lsa, shuni yolg'iz o'zi o'qib qo'yaveradi. Shu bilan buni taroveh namozi mukammal bo'ladi, ham taroveh namozini haqiqiy vaqtida o'qigan bo'ladi. Taroveh namozi vitrdan oldin o'qiladimi yoki keyinmi? Taroveh namozini vitrdan oldin o'qisa ham bo'ladi yoki vitrdan keyin o'qisa ham bo'ladi deb kitoblarimizda ikki xil holat keltirilgan. Lekin afzali birinchi tarovehni o'qib olib, keyin vitr o'qilganini hamma kitoblarimizda afzalligi bayon qilingan. Vallohu a'lam bis-savob. Taroveh namozida ham namozxonlar orasida jips turishi kerakmi yoki shart emasmi? Albatta, taroveh namozida ham namozxonlar o'rtasida jips bo'lishligi shart hisoblanadi. Chunki fiqh kitoblarimizda mutlaq keltirilgan. O'qilayotgan namoz farz bo'ladimi yoki taroveh namoziga o'xshagan namoz bo'ladimi, iqtido qiluvchilarning o'rtasi jips bo'lib, bir-birlariga tegib turishlari kerak bo'ladi. Bu borada fiqh kitoblarimizda shunaqa matn keladi: "Va kuriha al-qiyam xalfa saffin wujida fihi furja" deb qo'yadi. Ya'ni bir safni orqasida turish makruh bo'ladi agar shu safda ochiqlik joy bo'ladigan bo'lsa deyilyapti. Demak, namozxonning oldida ochiq joy bormi, uni yopish kerak. Hatto namozda o'zi yurish mumkin emas. Lekin mana shu namoz boshlanib bo'lgan bo'lsa ham, namozxonning oldi ochilib qoladigan bo'lsa, shuni yurib, 2 qadamgacha yurib shuni yopishlikka ruxsatlar bor. Ana shunday. Demak, mana shunday muhim bu. O farz namoz bo'lsin yoki taroveh namoz bo'lsin, shunday. Ba'zilarda shunaqa noto'g'ri tushuncha bor. Bu taroveh namozlarida bemalol u keyinchalik bemalol tursak bo'laveradi, bu farz emas-ku deydi. Yo'q, kitoblarimizda ajratilmagan. Taroveh namozida ham farzda qanaqa jips turadigan bo'lsak, xuddi shunday turish kerak. Qolaversa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Man sadda furjatan min fi saffi g'ufira lahu rawahu al-Imam al-Bazzar. Kim safdagi bir bo'sh joyini agar to'ldiradigan bo'lsa, Alloh taolo uni gunohini kechiradi degan mazmunda hadis sharif bor. Demak, mana shu narsalar borligi uchun ham bu taroveh namozida ham saflarga alohida e'tibor qilib jips turishimiz bu shariatimizda talab bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Qazo namozlarim ko'p. Taroveh namozini o'qimasdan qazo namozlarimni o'qisam bo'ladimi? Bu taroveh namozi bu faqatgina Ramazon oyida o'qiladigan namoz bu. Taroveh namozini boshqa Ramazondan boshqa paytda o'qiy olmaymiz ham, bunaqa katta ajrni faqatgina Ramazonda olamiz xolos. Shunday ekan, qazosi ko'p odam ham bu tarovehni ham tark qilmasdan ikkovini ham bajarishga harakat qilish kerak. Qazo namozlarini bu yil 12 oy o'qish mumkin, bemalol. Lekin taroveh namozi faqatgina Ramazon oyida o'qiladigan bir sunnat, ba'zilar ta'kidlangan sunnat deydi. Mana shunday bir amal bu. Endi
Mana shunday biz Ramazon ichida juda katta ajrni qo'lga kiritish mumkin bo'lgan o'rinda qazo namoz o'qiyman deb turib buni tark qilish noto'g'ri bo'ladi bu. Shuning uchun bu savol egasiga aytmoqchimizki, tarovehni ham o'qisinlar, bu qazo namozlarini ham o'qisinlar. Chunki qazo namozini yil 12 oy o'qish mumkin. Taroveh o'qigandan keyin haqiqatda charchab qoladigan bo'lsa, qazo namozini ertasiga kunduzlari o'qish mumkin. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, birini deb ikkinchisini tark qilmaganliklari bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Ro'za tutmagan odam ham taroveh o'qishi mumkinmi? Albatta, ro'za tutmagan kishi ham taroveh namozini o'qisa bo'ladi. U tarovehga va'da qilingan ajr va mukofotni oladi. Ba'zan shunaqa holatlar bo'ladi, ya'ni uzr sababli kimlardir ro'za tutmaydi. Misol uchun surunkali bemorlar bor. Yoki masalan ro'za tutadigan bo'lsa, bemorligi cho'zilib ketib qoladigan holat, vaqtinchalik ro'za tutmayotgan holatlar, yoki masalan emizikli ayollar yoki homilador ayollar ro'za tutsa qandaydir ularning o'ziga yoki homilasiga zarar qiladigan holatlar bor. Mana shunday shariat ba'zilarni Ramazonda ham ro'za tutmasliklariga ruxsat bergan uzr sababli. Mana shunday odamlar lekin bemalol taroveh o'qishga sharoiti bor. Bular o'qishlari kerak. Men ro'za tutmayapman deb turib, tarovehdan ham o'qimaydigan bo'lsalar, u tarovehni savobidan mahrum bo'ladilar. Shuning uchun bu bir-biriga uni bog'liq joyi yo'q. Bu ro'za mabodo uzr bilan tutmayotgan bo'lsa ham tarovehni chiroyli qilib o'qisa, inshaalloh tarovehga va'da qilingan ajr mukofotini oladi. Vallohu a'lam bis-savob. Taroveh namozini o'tirib o'qisa bo'ladimi? Taroveh namozini uzr sababli o'tirib o'qisa bo'ladi deydi ulamolarimiz. Masalan, juda qattiq qari, ya'ni tikka turishga madori yo'q. Yoki bemorlik bor, tikka turib namoz o'qiy olmaydi. Yoki qandaydir uzr bor, ya'ni bemorlik, qandaydir og'riq bor, tikka turib o'qiyman desa, shunaqa bir uzrli holatlarda taroveh namozini o'tirib o'qisa bo'ladi. Endi hech qanday uzri yo'q, bemalol turib o'qisa bo'ladigan holatda bu o'tirib olib o'qiydigan bo'lsa, ulamolar buni makruhi tanzihi deydi. Yengil makruh ish qilayotgan bo'ladi bu. Shuning uchun buni albatta tik turib o'qishga harakat qilish kerak. Qolaversa, sog'lom bo'la turib o'tirib o'qiydigan odamlarni savoblarda ham o'zgarish bo'ladi deydi. Tik turib, sog'lom odam tik turib o'qisa qancha ajr oladigan bo'lsa, sog'lom bo'la turib o'tirib o'qsa shu yarim savob oladi deydi. Shuning uchun bu taroveh namoziga ya'ni jiddiy e'tibor berib, buni sog'lig'imiz yaxshimi, Allohga hamdlar aytib, shukrona qilib, chiroyli holatda tik turib ado qiladigan bo'lsak, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Taroveh namozini yolg'iz o'qisa ham bo'ladimi? Taroveh namozini yolg'iz o'qisa bo'ladi. Endi bu asosan ayollar, misol uchun jamoatga bormaydilar. Bular uylarida o'zlari yolg'iz namoz o'qiydilar. Ya'ni xuftonni birinchi o'qib, sunnatini o'qib, shu bilan o'zlari yolg'iz ayollar o'qiydi endi. Ayollar ko'pchilik bo'lsa ham ularni jamoat bo'lish o'qishlari mumkin bo'lmaganligi uchun alohida o'qiydi. Endi masalan ba'zan bir qaysidir zarur yumush bilan masjidga bora olmadi. Unda jamoatdan qoldi. Endi o'zi yolg'iz o'qisa bo'ladi. Unda misol uchun bu taroveh namozini bir azoni yoki takbiri yo'q. Uyda yolg'iz o'qimoqchi bo'lsa, xuftonni farzini o'qiydi, keyin sunnatni o'qib, shu bilan o'zi bilgan suralarni zamsura qilib, ya'ni 20 rakat tarovehni o'qiydi. Mana shu o'rinda bir narsani ya'ni eslatib o'tishimiz kerak. Bu taroveh namozi o'zi o'qishlik sunnat amal bu. 20 rakat tarovehni o'qish sunnat amal. Buni jamoat bilan o'qishlik yana bitta sunnat amal. Endi shu jamoat, masjid jamoati bo'ladigan bo'lsa, bu 3-sunnat amal bo'ladi. Endi shu masjidda xatmi Qur'on bo'layotgan bo'lsa, demak 4-sunnat amal bo'ladi. Qarang, masalan bitta o'zingiz uyingizda taroveh o'qiydigan bo'lsangiz, u bitta tarovehni savobini olasiz xolos. Endi siz masjidga kelib, u xatmi Qur'on bo'layotgan joyda u taroveh o'qimoqchi bo'lsangiz, unda ham tarovehni sunnat amal, bitta sunnat. Ikkinchisi, ya'ni jamoatnidagi sunnat. Uchinchisi masjidga kelish sunnati, to'rtinchisi xatmi Qur'on sunnat. Demak, 4 ta sunnatni jamlagan bo'ladi. Demak, imkoniyatimiz bor ekan, imkon qadar bu ibodatlarni eng to'la to'kis, eng afzal holatda ado qilishga harakat qilsak, nur ustiga nur bo'ladi. Taroveh namozi o'qilmay qolsa qazosi o'qiladimi? Taroveh namozini qazosi o'qilmaydi, chunki fiqh kitoblarimizda hammasida faqat qazolarni, farzlarni qazosi va vitrlarni qazosi bor deyiladi. Bu taroveh namozi sunnat, ba'zilar sunnati muakkada degan bu namozlarni qazosi yo'q. Lekin shuni yaxshi tushunib olish kerakki, taroveh namozini vaqti ko'p bu. Vaqti ko'p. Qanday deydigan bo'lsa, xufton namozini farzini o'qidingizmi, shu paytdan boshlab subuh sodiqgacha, bomdod vaqti kirgungacha taroveh namoz o'qish mumkin. Demak, mabodo jamoatdan qolib ketib qoldi yo qaysidir yumushi bo'ldi, o ertalabgacha o'qib olsa bo'ladi-da buni.
Endi agar subhgacha ham o'qiy olmadimi, endi u taroveh namozi qazo bo'lgan bo'ladi, uni qazosini o'qilmaydi endi. Vallohu a'lam bis-savob. Jonli efir orqali uzatilayotgan taroveh namoziga uydan turib iqtido qilib o'qisa bo'ladimi yoki mumkin emasmi? Jonli efir orqali tarovehga yoki boshqa namozlarga iqtido qilish mumkin emas bu. Xato bo'ladi. Bu iqtido qilayotgan odamni iqtidosi o'tmaydi bu. Durust emas. Chunki haqiqiy iqtido bog'lanishligi uchun, durust bo'lishligi uchun imom bilan iqtido qilguvchi bitta joyda bo'lishligi shart. Kitoblarimizda shunday matn keltiriladi. Ittihadul makan min sharoiti sihhatil iqtida deb qo'yadi. Ya'ni iqtido qilishlik, durust bo'lishlik uchun imom bilan muqtadi bitta joyda, bitta makonda, bitta hududda bo'lish kerak deydi endi. Endi jonli efir orqali iqtido qiladigan odam imom qaysidir joyda bo'ladi, uzoq makonda bo'ladi, bu o'zi uyda yoki boshqa joyda bo'ladi endi. Bu joyda iqtido bog'lanmaydi bu. Shuning uchun bu aslo bunday qilmasdan haqiqiy jamoatga borishga harakat qilish kerak. Agar bora olmasa, qandaydir uzr bilan o'zi yolg'iz o'qiveradi endi. Vallohu a'lam bis-savob. Taroveh namozini mushafga qarab o'qish joiz bo'ladimi? Taroveh namozida mushafga qarab qiroat qilishlik bu joiz emas bu. Namoz buziladi bu bilan. Bu borasida alohida ulamolarimiz fatvolari bor. Mana Durarul Hukkom kitobida shunday matn keltiriladi. Yufsiduha qiroatuhu min mushafin. Mushafga qarab, ya'ni Qur'onga qarab o'qishlik namozni buzadi deyaptilar. Demak, bu aslo mumkin emas bu. Bu borada Mulla Ali al-Qori ham Fathu bobi inoyatida aynan shu masalani keltirganlar. Yoki Abdulhay Laknaviy hazratlari Naful Mufti kitoblarida ham aynan shu masalani aytib, u kitobga qarab yoki Qur'onga qarab shu namozda bir narsani o'qishlik bu o'z-o'zidan bu odamning namozini buzilishligi haqida alohida ularning fatvolari bor. Vallohu a'lam bis-savob. Tashakkur domla, bugungi shu taroveh namoziga oid kelgan ayrim savollarga bergan javoblaringiz uchun. Alloh sizdan rozi bo'lsin, ilmingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Yurtdoshlarimizni, umuman musulmonlarni barchalarini shu taroveh namozlarida mustahkam bo'lib, namozlarda turishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Bugungi ko'rsatuvga yo'q demay kelganingiz uchun sizga tashakkurlarimiz. Rahmat. Salomat bo'ling, rahmat.